Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali va bugun bizda yangi videorolik. Bugungi videorolikda biz psixologiya sohasining yangi o'quv yili, ya'ni 2026-27 o'quv yilining kirish ballarini bir prognoz qilamiz. Men o'zim bu hamma ma'lumotlarni to'plab chiqib bo'lganman bu yerda. Ya'ni necha ballga oshishi, necha ballga kamayishi hammasi bor. Qarang, bu yerda endi men barcha kunduzgi va kechki ta'lim shaklini hisobga olib biologiya plus ona tili va 33 ta kunduzgi va 12 ta kechki oliy ta'lim muassasalarini hammasidan ma'lumotlarni yig'ib, bu yerda prognozlarimni qildim. Xo'p, endi bu yerda o'tamiz. Mana bu yerda ballar prognozi albatta meni sohamdan bittasi data analitika bo'lgani uchun nisbatan osonroq bo'ldi buni qilishim. Men shu paytgacha bo'lgan ballarni o'rganib chiqdim. Mana bu yerda ballar oshishining asosiy sabablari bor. Ya'ni birinchi sababi bu yerda milliy sertifikatlar ya'ni ko'tarilishga sabab qiladi, ballarning ko'tarilishiga. Ya'ni hozirda B1 75% beryapti. Ya'ni qancha ball olish kerak? Mana masalan kimdirlar maksimal ball oladi sertifikatlar orqali. Ana shular uchun mana misol uchun B1. B1 uchun endi 75% berilyapti. 100% emas, mana ham ta'sir qiladi. Va shuningdek, mana bu sohaning psixologiya talabi ham oshmoqda. Odamlar ko'p bunga topshiradi va grant kvotasi plus 30% ga prezident tomonidan oshirilgan. Demak, shuningdek yana shartnoma o'rinlari ham ko'p. Hozir bu yerda bularning hammasi bir-biriga plus minus, ya'ni balance da ishlaydi. Xo'p. Bu yerda umumiy holatda grant uchun ballar ko'tariladi, ya'ni ko'tarilmaydi yoki plus 3 ballga oshadi. Kunduzgi grant bo'yicha, ya'ni shartnoma kontrakt bo'yicha plus 3 ball yoki plus 6 ball oshishi mumkin. Kechki bo'yicha 3 ball oshadi. Oshishi mumkinroq, chunki bu prognoz. Grant yo'q, ko'p oliy ta'lim muassasalarida bu bo'yicha grant yo'q edi. Endi grant ochilishi kutilyapti do'stlar. Mana bu yerda kunduzgi bo'yicha universitetlar ro'yxati keltirilgan, masalan, Andijon, hokazo hammasi keltirib o'tilgan. Bularning barchasi meni mana bu kanalimda bo'ladi. Tashab qo'yib bo'lganman bu ma'lumotlarni sizlar uchun qulay bo'lishi uchun. Bilaman, YouTubedan ko'rishingiz qiyinroq bo'ladi. Mana ko'pchilik xira bo'lib qoldi deydi. Mana sizlarga tiniq formatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda kanalimda nima deydi, maxfiylik sozlamalar tufayli sizga ko'rinmay qolishi mumkin. Mana linki Universal Studio Uz. Shu orqali bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi do'stlar. Xuddi mana bu YouTube kanalim link singari bo'ladi bu ham. YouTube'ga kirib olib Universal Studio Uz deb yozsangiz, birinchi meni kanalim chiqib keladi. Xo'p, bu yerda mana shu kanal chiqib keladi. Shu kanalning profilga o'tgan holatida mana bu Telegram kanalimga kirib olishingiz mumkin. Hozir maxfiylik sozlamalar tufayli sizga to'g'ri ko'rsata olmayapman, chunki bu ma'lumotlarimni tarqatish faqat obunachilarim uchun. Kanalimga obuna bo'lmaganlar bu ma'lumotlarni ko'ra olmaydi. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hozircha shundan iborat edi.